Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan va kanalimizga obuna bo'layotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Tezkor va ajoyib xabar. Premyer Liga klubi o'zbek futbolchisiga uzoq muddatli shartnoma taklif qildi. Rossiya Premyer Ligasida ishtirok etayotgan Rubin jamoasi Samarqandning Dinamo klubi va O'zbekiston milliy terma jamoasi markaziy himoyachisi Jahongir O'rozovga jiddiy qiziqish bildirmoqda deb xabar bermoqda Sport24.ru nashri. Manba ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya klubi 22 yoshli futbolchiga 4 yillik shartnoma taklif etgan. Hozircha Rubin va Dinamo rahbariyati o'rtasida transfer mablag'i bo'yicha muzokaralar davom etmoqda. O'rozov so'nggi yillarda o'zbek futbolida yetishib chiqqan eng istiqbolli markaziy himoyachilardan biri sifatida ko'rilmoqda. 190 sm bo'yiga ega futbolchi havodagi kurashlarda ishonchli o'ynaydi. O'yinning yaxshi his qiladi va maydonning chuqur qismida turib jamoasi hujumlarini boshlab berishga qodir. Joriy mavsumda u Samarqandning Dinamo tarkibida 11 o'yin o'tkazdi va bir marta sariq kartochka oldi. Transfer Market portali himoyachining bozor qiymatini 600 ming yevro atrofida baholamoqda. 2026-yilgi Jahon chempionati musobaqasida Jahongir O'rozov O'zbekiston milliy terma jamoasining barcha 3 ta guruh bosqichi uchrashuvida Kolumbiya, Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasi futbolchilariga qarshi o'yinlarda maydonga tushdi. Jahongir ikkita bahsni asosiy tarkibda boshladi, yana bir o'yinda zaxiradan maydonga tushdi. Umuman olganda himoyachi musobaqada taxminan 210 daqiqa o'ynab, gol yoki golli pas bilan ajralib turmadi va biror marta ogohlantirish olmadi. SofaScore talqiniga ko'ra uning jahon chempionatidagi o'rtacha bahosi 6.5 ballni tashkil etdi. Mutaxassislar ayniqsa O'rozovning Kongo termasiga qarshi o'yinini alohida qayd etmoqda. U ushbu bahsda 7 marta muvaffaqiyatli ravishda to'pni xavfli hududdan chiqarib yubordi. Shuningdek, havodagi kurashlarda ham yuqori samaradorlik namoyish etdi. Eslatib o'tamiz, 22 yoshli O'rozov hozirda Samarqandning Dinamo klubida asosiy tarkibida to'p surmoqda va muntazam ravishda O'zbekiston milliy terma jamoasiga chaqirilmoqda. Agar transfer amalga oshsa, u o'z faoliyatini Rossiya Premyer Ligasida davom ettiradi. Qadrli do'stlar, hozirda O'rozovga Chelsea, Manchester United, Manchester City jamoalaridan ham takliflar borligi aytilmoqda, lekin ushbu takliflar hali jiddiy, ya'ni kuchga kirmagan takliflar. Shuning uchun hozircha O'rozov qanday qaror qabul qilishini kuzatib boramiz do'stlar. Endi hozircha O'rozov birozgina kutsa, balkim ana shu Manchester City, Manchester United, Chelsea jamoalaridan jiddiyroq taklif bo'ladigan bo'lsa, hamyurtimiz o'sha Angliya Premyer Ligasiga ketgani yaxshiroq deb o'ylayman. Albatta, siz ham o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Hamyurtimiz nima qiladi deb o'ylaysiz? Angliya Premyer Ligasidagi takliflarni jiddiy kuchga kirishini kutadimi yoki Rossiya Premyer Ligasiga o'tib ketadimi? Albatta, shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman va albatta hamyurtimiz Jahongir O'rozovga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Jahongir, olg'a O'rozov" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Va albatta eng so'nggi yangiliklar, eng so'nggi transferlar faqatgina O'zbek futboli kanalida chiqadi. Albatta, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, like bilan bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.